Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'imiz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizda 4 toron, 3 ta eshik qilib berdik. Bunimizni olib keldik Andijon viloyati Shahrixonga olib kelib o'rnatdik mana. Shahrixonga olib kelib, Xudo xolasa mana mokri holatda aynalari ham gullik, tepasi gul holatda mana do'g'riq qilib berdik mana. O'ta ideal darajada chiqqan. Razmerlari bu 40 ga 65 donlar bo'lgan. Xudo xolasa mana eshiklari ham 17 ga bu 250 eshiklar bo'lgan. Xo'sh, bularimizni mana qilib berdik. Xudo xolasa mana kvadratini, romlarni kvadratini 750 mingdan qildik. Eshiklarimizni 2 million 300 mingdan olib kelib o'rnatdik. Zamboylari bilan. Zamboylari oshun boshiga 3 talik. Aynalarimiz, romlarimiz o'rta sotiladigan bo'ladi. Xudo xolasa mana olib kelib podogonilar bilan qilib berdik mana. Chiroyli qilib mana bitta ichkarida eshigimiz bor. Podogonniki bilan chiroyli qilib olib kelib mana pena qilib o'rnatdik. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa mana podogonilar отдельно sonladi. Podogonni отдельно sonladi. Xudo xolasa chiroyli qilib olib kelib o'rnatdik. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar, Xudo xolasa siz xohlagan dizaynda, fasonda, rangida kelishilgan holda qilib beramiz. Ishimiz O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz, oddiy bo'lib olib borib beramiz. Sizlardan bitta yana bir ularda rivoji uchun, Xudo xolasa bitta bitta lakayanglar yana bir rivoji uchun xamirlar beramiz, ishlarga olamiz. Nomerimiz 91 487 0033.